Selamünaleyküm dostlar. Sizlere 2015 yıl ishlab chiqarilgan qop-qora Toyota Captiva 3'ümüzü 4 bo'lgandan reklam etib beramiz. Qaranglar, eldilar 4 bo'lgan, far, bumper qo'yilgan. Balonlarni yo'ldan paket balonlar grellantirib qo'yilgan yana. Ichki sostenlarga keladigan bo'lsak, ichki sostenlarni dalil qilib o'tdi. Yurgan probegini keladigan bo'lsak, 154 ming probeg yurgan. Yana bu teshkirtirib ko'rasiz hozirgina o'zlaringiz. İşini sostenlarga dostlar. Maşinamiz o'ta go'zal holatda. Maşinamizda propan bor dostlar. Teyinde propan do'kkani. Arkalari o'z zavodskoy bo'ladi. Tolka eldingi far bilan bumper qo'yilgan bo'ladi. Captiva 4 bo'lish uchun. Arka sidenelar ham joyida do'kkani dostlar. Propanda dez sidenelar joyida. Sostenlarga injini holatda yana. Maşinamiz yaxshi sistemada polirovkalardan chiqib tayyor bo'lib turibdi. Hech yerda bir qirchiq sarapı yo'q mashinamizda. İçine bir monkerat verirse sigareti bizden için mazda bo'lib turaveradi. Balonlar paket propani bor. Keyin eldilar Captiva 4 bo'lgan. 15-chi plus varianti bor bu do'stlar. Tablolar Captiva 4 dan keladi. Shuni sostenadi. Bu do'stlar kimga qiziq bo'lsa, bu mashinamiz 2015 yil 154 ming yurgan. Kraskasi petnosi bor. 2 detalda telefonda tushuntiramiz. Bahosini 145 million so'm qo'yamiz. Ustunda kelishiladi. Обязательно. Telefon olsa pastda telefon nomerlari turadi. Savdolashib olishingiz mumkin.